dumlarini o'sishini qaranglar bilan. 3 oydan sal o'tgan Phoenix xo'rozchalarimiz 3 oy bo'lganda shu holda. Hali bu xudo xolisa 7-8 oyga qanaqa chiroy bo'ladi. Dumlarini osiltirib olib. Buna bitta donasi mashmakiyon. Mashina olib qolamiz. Bunga mos qora rangi ko'proqdan bunga sherik qilib. Dumni qaranglar. 3 oylik paytida shunaqa dum bo'lyapti. Xo'rozchalarida. Uzun dum ishqibozlari uchun maxsus Phoenix qora rang haqiqatdan noyob. Ularning ota-onasi qop-qora rangda bo'lgan. Mana shu toza qorasi chiqqani bitta dona makyon. Xo'rozchalarimiz endi mana sanaqa begona rang aralashib qoldi. Qonida nimadir bor ekandiki, lekin bular formasini yo'qotmagan. Ota-onasi nemis. Buni qaranglar. Choyli ahvoli. 7-8 oyda buni qanaqa chiroy bo'lishini ko'rasizlar. Xudo xolisa, eson-omon katta qilib mana xo'rozchalarimiz. Ozgina ochiq havoga chiqardim deb bularni. Phoenix. Patini chiqishini qaranglar, uzun dum, uni patini turbasi ham bor. Turbaga o'xshab turibdi, o'shandan sekin chiqadi. Shlanka. Juda chiroyli bo'ladigan parrandalar.